xotirjam qattiq xiyolga cho'kib ketdi. Opla, muhabbet kallamni qaydirib etdim unimi. Bu qiz oladiganli qizga, lekin qolgan qushqashlarimni qanday qilishim kerak? Qanday qilganda uydimi sherin, taladimi sherin bo'la olayman? Ha, esimga keldi. Men cho'qim xotirjamning kundalik xotirasi mush yerga kelganda oxirlashib qolgan edi. Razvichik palonchining qattiq g'azabi keldi. Eng muhim yerga kelganda bu oxirini yozmaganini qara. Hikoyani bundaq yerda uzib qo'ysa qanday bo'ladi? O'g'ina, dara, qanday qilish kerak? Qanday qilganda taladimi yoshirin qushqash baqqani bo'ldi? Xotirjamni tutqani kelganini unutib qolgan bu kitob bolasi hikoyaning oxirini o'qish uchun uyini izlab titib o'tadi. Hamda kundalik xotiraning ikkinchi qismini bayqaydi. Ha, mana topdim. Talada sherin beqish uchun boshda dil bo'chog'ida cho'ngdan bo'p bo'lgan xotirjam chachirab uyg'onadi. Hamda yoshirin qushqash beqishning chorasini yondan boyonning finsillarining anglab qolmasligi uchun uning og'zini tuvoqlamoqchi bo'ladi. Men bilib qoldim. Demaysa, men bilib qoldim. Demaysa dedim. To'xta. Ma'birimning og'zini tuvoqlab etmasam, ishni chataq qildim avo. Xotirjam ochchig'ida qo'ltig'ini egiz ko'tarib, uning puroq bilan hujum qilmoqchi bo'ladi. Dal bu paytda xotirjamning qo'ni to'nishlari uyga kelib qoladi. Bir munch quruq gap qilish orqali keyin uning 5 minut vaqtini appagandan keyin ular asta ketib qoladi. Xotirjam yip uchiga tayinib o'zining o'ch olmoqchi bo'lgan dushmani Gajinini tibbiy maktabning faoliyatiga izlab boradi. Hamda o'ng'ishli holda Gajinining rasmini ko'z oldida paqirtib qo'yib tatib oladi. Hamda Gajinini ayrim chaqirish uchun telefon qiladi. La. Mashinani o'tkazsang optika xapamay. Ma'qul, hozir chiqaman. Gajinining qo'l ostidagi odami mashina to'xtash maydoniga kelib, u yerda allaqachon saqlab turayotgan hamda o'zini hayvat ko'rsatish uchun soyning orasiga kirib olgan xotirjamni ko'rib qoladi. Hamda uning bo'lgan hurmatini bildirish uchun oldiga quchoqlashgani boradi. Xotirjam bo'lsa, Hindiston chambashchilarining ko'na an'anasini joriy qildirib, ikki mush bilan tugaydigan ishni xalqning yoqasidan tutib olib, u tamg'a bu tamg'a yo'lab, yaqinda kelishtirib, jiroqqa tortishib, uni joylab o'tadi. Urdig'anni urib olib, esini yo'qotib qo'ygan xotirjam hammani unutib qolgani bilan odam jiq kelsa qetishni hargiz unutib qolmaydi. Naq maydonga yetib kelgan Gajini yerda yotgan sho'rkisini ko'rib qattiq azoblanib ketadi. Hey, gap qila. Tez dara, mashinani nega o'tkazatding? Sal turib qanday qaytib? Undaq o'ylab ketsang bo'lmaydi. Aka, o seni qo'ng'al taqtavatidi. Yog'onga qilma. Men paypoq yedim bugun. Qo'squl bisib oldim. Gajini bir ubdan qutqazgani bo'ladigan bu yigitning qochdig'i urib, ajaldan burun bordigan yerga opirib o'tadi. O'zini birsining qasdamoqchi bo'layotganligini his qilgan Gajini qo'l ostidagilarga buyruq tushirib, mushi 2 yil mobaynida o'ziga oliyibla qarab qo'ygan birasi bo'lsa, uni darhol Bahubalining yeniga yo'liq sep qo'yishni buyurdi. Yana bir tarafda bo'lsa, oliy ma'rif tarbiyasi ko'rgan, axloq fazilatlik, yuqori sapoga ega Sonata xalqning uyiga so'ramay kirib ketib boradi. Uyning ichidagi materiallardan xotirjamning Gajiniga qasd qilish planining borligini bayqagan Sonata, "Voy apla" deyishi bilan tang tomning ichidan kitob o'qiyman deb yetkuchi japa tatib olgan kitob bolasi palonchi paloqqina qilib oldiga tushdi. Keyingi qismni ko'rmoqchi bo'lsangiz, pano saloniga kiring. Salon nomi Boshpat tezliq. Davom edadi ko'rimiz, yaqimamsan. Qani u salonning nomi? Nagiz qo'yding? Ya davramdim, Tuvşanrımga qaramamsa, Boshpatda dedim, Boshpat. 抖音 Uzun yil bo'ytaq o'tgan Sonata oldiga bog'lab tayyor qilib qo'ygan bir yigitning paydo bo'lganini ko'rib hayajonlanib ketadi. Shuning bilan palonchini qutqizib qochay deb turishiga esini yo'qotib qo'ygan xotirjam eshik oldida paydo bo'lib qoladi. "Sizlar zodi kim? To'xta, men paraz qilib boqay. Sen cho'qim mening xotinim. Amisa, Vendi Layla. Sen-chu, nereden paydo bo'lib qolding? Ko'zingga men oldin qismdagi Rustamdek ko'rinayotamdim. Yama uy san o'chiq varadadek ko'rinayotamda. Kim bo'lsa kiraveradigan. Bayotim buningdan o'ligidek tayoq yeb, uni bo'ysundirishdan umidini uzgan palonchi oldi keyniga qaramay badar tikib Hamda har qancha oldirash ishimiz bo'lsa-mu, qatnash qoidasiga rioya qilishimizning zarur ekanligini tipik misol bilan isbotlab berdi. Qo'g'lagandan qechib qochqanni qo'g'lashni o'ziga shartlik refleks qilib olgan xotirjam Sonatanimi qochqanni ko'rib, keyindan yana qo'g'lashga boshlaydi. Ni jambozlarga yugrab yetishib olgan bu bola vijikkina bir qiz bolaga 15 minutgacha yetishib bo'lolmay esini yo'qotib qo'ydi. Sonata bo'lsa, o'ngishli qechib qutulib oladi. Yo'q yerdan ish chiqarib, to'g'odan ish chiqardigan bu oq ko'ngil sodda maktabda buvkavsi yo'q bu bechora qizcha Gajini apandimni izlab kelib birisining uningga qasd qilmoqchi bo'layotganligini va Gajinining pat yaqinda o'lib ketishi mumkin ekanligini, agar o'lmay yarda bo'lib qolsa o'zining doktorxonasiga borsa azam bog'da davolab qo'ydiganligini aytadi. Sonatani yo'liga selivatgandan keyin Gajini ochiq kulib o'rnidan turib ketadi. 15 minutlik xotirasi va bir tal oltin belaq meni o'ltirmoqchi bo'tamda. Biz uni ganza yo'qlab o'taylik. Gajini odamlarni boshlab xotirjamning turalg'usi atrofiga bo'stirib qo'ydi. Bu vaqtda xotirjam bo'lsa, Gajinining uyiga uni yo'qotgili kelgan edi. Dalmi
mush vaqtda o'zining hayotining intayin zerikishlik o'tayotganligini his qilib, siqilib ketgan Sonata xotirjamga telefon qilib, o'zining Gajiniga chiqimchilik qilganligi, "Yangzingiz bo'lsa kelib o'ziga ozroq xotirjamsizlik ilib kelishini so'raydi." Bu gapni anglagan xotirjam xotirasining yo'qolib ketmasligi uchun ushqandek chepib berib Sonataga qasd qilmoqchi bo'ladi. Sonata uni liftga so'lab qo'yib, munosabat xodimlarini boshlab keldi. Odamni hayron qoldirgan shuki, 15 minut burun qishlarni esida tutolmaydigan xotirjam yarim soatdan yoq liftga so'linib turib, chiqibdi Sonatani tonib oldi. Demak, lift unutqoqlik va divanlik kasallarga shifo qiladi. Sonata yotog'iga qaytib kelib, o'g'irlab ochgan xotirjamning kundalik xotirasini varaqlashga boshlaydi. Ikkinchi bob muhabbatning dardi. Optori Raji Kopra xotirjam. Hey, lekin qushlarimda qanday qilishim kerak? Qanday qilganda uydimi she'rin, taladimi she'rin bo'la olaymi? Ha, esimga keldi. Men cho'qim g'itsishim kerak. O'zimning haqiqiy salohiyatimni oshkorlamdim. Mayli qanday qilay? Avval badandagi o'z vaqti bir haydab qumga bir tushib kelayjimi? Bular ikkisi shuncha jig yo'q qildigan yalatsa, qilayotgan ishimizni haq ko'rib qolmasin degandek qumliqqa berib, issiqda bir-biriga choplashib usul o'ynashga boshlaydi. Bir kuni Kalpana xotirjamga ko'ngildagi gapini aytdi. Mening tatamning yosh vaqtida bir shalisi vatdi qarang. Keyin qo'yimchiq uchrab qo'yilib ketdi. Shunlashqa shu kundan boshlab men o'zimga va'da qildim. Shalidan 3 ni olmay turib to'y qilmayman. Umrda shalidek azam mashinlarni ko'rib baxmagan xotirjamning beshiga g'am tushib ketdi. Opla, lovsilaysidimi isil mashin bu nima u? Darvaqa, Kalpana o'zining tirishchanligiga tayinib, arshiv shalidan birini oladi. Hamda yo'ldan o'tgan kechgan hamma odamga damlatib chiqdi. Hey, Shali haydab baqamma. Qonamdik shalida ko'rinyaptimda. Pravo yo'q, nimani haydaydi? Mashal shopirlik imtihon sistemasi deb anglamaganma. Voy, undaq apchaqlar jiqqu. Ma o'xshamaydi. Mashal imtihon apchig'ida maydonning xaritasidan tortib, chiroq mashig'igacha hammasi bor. Tek pul topqili bo'ldi. Men ashningdan topgan pulimga men mashinani oldim deyman. Na'dan tushirmizga? Voy, uni tushirish ketmaydi. Undidarga kirib, mashal deb izdang. Va tuvanga yezib qo'ydim-ku. Uf, ajab damiltib oldim-a. O'ttirning hammasini uyangin bo'ldiganligini debidingiz-ku. Yey, depotamsam hammasi biladi-ku. Kunlar mushundaq baxt ichida o'tadi. Hozir keyingi qismni ko'makchi bo'lsangiz, pano saloniga kiring. Salon nomi boshpat yezig'liq. Ey, bala, ey. Davom edadi ko'rimiz, ey. Yaqinmamsan. Qani u salonning nomi? Nagiz qo'yding? Ya devrimdim, ya. Tuvşanrımga qarmamsa, ya boshpatda dedim-ku, boshpat. 抖音 Xotirjam bu qizni sinab beqish uchun onam og'riqdi. Saradagi ishki mo'yani setib, onamni davolatish uchun sarog' berib kelay deydi. Kalpana uningga onasini davolatish uchun o'zining omroq sholisini setib pul yig'ish qilib berdi. Bu ishdan xotirjam qattiq ta'sirlandi va seni ololmasam xotiram yo'qab daldush bo'lib ketay deb o'z-o'ziga qasam qiladi. Etsi Kalpana yana bir shaharga berib, bir ilonga model bo'lib bermoqchi bo'ladi va bu jarayonda bola bidiklar tarafidan oldinib ilib mangan bir to'p bolalarni qutuldirib qoladi. Odam bidiklarining katta bishi bo'lgan Gajini qo'l ostidagilarni deb Kalpanani ishni buzganligi uchun ujuq turib etmoqchi bo'ladi. Dal mushchaqda xotirjam naq maydonga kelib qoladi. Gajini bo'lsa, bu ishga oshiq mashhurni murodiga yetkazib qo'yish uchun bozg'on bilan ularning beshiga urib, ichinchlik bir voqeani sodir qiladi. Kalpana o'ladi. Xotirjam bo'lsa, ig'ir zaxmiga uchrab, xotirasini yo'qotib daldush bo'lib qoladi. Shunga o'ynab so'zlasangmi, o'ylab so'zla degan gap bekor emas-da. Umrda to'liq bir kitobni qiziqib o'qib boqmagan Sonata bu hikoyadan ta'sirlanib, Gajinining asli qiyofatini bilib yetdi. Yana bir tarafda bo'lsa, Gajini kepillikka chiqqan o'ssiz yotgan xotirjamning uyiga kirib, "Apam menga badaniga chekib olgan balla, qalaymiqan tamg'i tuya qilgan ballarni yaxshi bola emas" degan. Shunga biz bu balni xotga sep qo'yaylik deb, o'zining kasbiy bezakchilik atirti va vinshin juydigan yaqin og'insini chaqirib, uyining ko'nrab ketgan tam qog'ozini yulib, tomlarni qirib, nizifillarni surkab, rujovchilarni berib, badandagi chakmalarni asildikidan ishga siqilib yo'g'antib chekib, chopig'ini atimdab qarg'uli qilib dedi. Hamda o'zining qilgan ishlaridan qattiq mamnun bo'lib, "Men yaxshilik qilsammi, ismimni qoldirmaydigan Gajini" deb oqsa ketib qoldi. Xotirjam butun ko'ngilsizliklarni unutib ketib, aram bir xotirjam bo'lganda, bizning yonbosh nervisi metaldash kesilining oxirgi bosqichiga berib qolgan yo'q yerdan ishtibishga amroq Sonata xuddi basaydan chiqqan to'tiy qurtdek tuyuqsiz doktorxonada paydo bo'ldi. Hamda bayotin yoqi men jafo chekib necha kundan yoq so'zlayotgan narsamni ikki qiz gapga yig'inchoqlab so'zlab xotirjamning motorini qo'zg'atib etdi. Sonata xotirjamni Gajinining yo'shiringan yeriga ilib boradi. Hamda er kishi bo'lgandan keyin qo'xmay uringa deb tashlab berdi. Xotirjam shunchalik urib etdiki, rejissyorning to'xta deganiga unamay, hatto operatorni qo'shib urib ketdi. Xotirjam qatma-qat to'saqlarni besib o'tib, eng oxirgi Gventorga keladi. Soqash kinolarining qoidasi bo'yicha odatda gapi eng jiq qiladigan odam tayoqni eng ko'p yeydi. Shu topning o'zida
xotirjamning kallasida birli nishon botdi. U bo'lsa-mu, tonisammi, tonimasammi, oldimga uchirganning hammasini urima. Ishqib mendan qochganni aniqli urima deydi. Bichara Gajini o'zining tayoq yeb gambenji bo'lib ketib kelishining oldini olish uchun badar tikivatdi. Xotirjam bo'lsa, qochqanni qo'g'laydigan lolmishda keyindan uzildirmay qo'g'layotdi. Tuyuqsiz bu vaqtda xotirjamning toki uzilib, cho'ngshin chidong bo'lib ketib qoladi. Tang 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 tang. Esini tuyuqsiz yo'qotib qo'ygan xotirjam o'pkoriga bir qarab etgandan keyin bu yer g'o'ljidagi qozonchining ko'tsi o'xshaydi deb kelib, "Ha, men sayohat qilib o'tibman-da" deb o'ylab qilib sayohat yetakchisini yushtirib qo'ygan o'xshayman deb gangrabla qoladi. Xotirjam to'satdan tomning keyindan marab turayotgan Gajinini bayqab qoladi. Gajini birla qarab xotirjamning sizji bo'lib qolganligini bayqab qoladi-da, hamda xotirjamning diqqatini burab, uning bexastaligidan foydalanib, Gangjingdan birni tiqib o'tadi. Bu chaqda Sonata yetib keladi. Hamda ahvollarning o'ziga foydasiz ekanligini ko'rib, "Qaysinglar, shuning gapi rost" deb yeniga yugurib keladi. "Voy, manga hamma ishni qilayotgansan." Gajini Sonataning qochisidan uch chiqib o'tadi. Hamda tex jini chiqib bo'lmagan xotirjamga o'zining qilgan aytganlarini birini qo'ymay deb, o'zining texmi ichinishda qoldi o'ylab ketishiga ul soladi. "Ey Gajini, nadallik qilyapsan-da. Eng bo'lmaganda Bahubalining aksida ishni bir tugutib ondan qilmamsa. Afkam, sening bu unutqaqlik keslang yama eg'ir keldigina. Ne degan mo'sh qizdek yog'anchilarning ishga okul sanjib saqaytma degan gapiga ishinib yuribsa, okulni sen uningga sanjamsa, yo u sanga sanjamdi. Mana men haqiqiy davolayman-jimo. Hozir qarabdi, ha? Mana Gajinining bu xil davolash uslubi haqiqatan unumini tez ko'rsatdi. Xotirjam o'rindan bavda bil chachirab qopib, hamma ishlarni esiga elib, Gajinini yerga besib shaloqshitib, urib, tug'ilib qolganiga gadangish to'yg'izib, oxir qiz do'stining o'chini oladi. Xotirjamning turmushi oxiri asliga keldi. 抖音。